To'yga o'tganda vыкупga beryapti mashinalarni. Hozir bo'lsa mana endi arendaga ham bor. Arenda narxi 4000 dan без первоначальный. Kelasiz, minib ketaverasiz. Vыкуп narxi eski 5200 dan 2 yilga. Mana Xitoyning mashinalari Atlant degan mashina ekan. Dizel, вроде надежный mashina ekan mexanikada. Undan tashqari bizda mana yangi mashinalarimiz ham chiqdi. Arizalar, yangi полностью paket, dokumentlari ham полностью hammasi chiqib bo'ldi уже, litsenziyalari ham va undan tashqari Geely Preface'lar ham chiqdi. Geely Preface'lar ham chiqdi. Bularning ham litsenziyasi tayyor. Ko'pchilik уже bu mashinani yoqtirib qoldi. Men ko'rsatgandan keyin. Ata yaxshi mashina ekan, действительно. Menga Arizadan ko'ra mana shu ko'proq yoqdi. Bu bo'lsa o'zimiz mashinamiz. Chesa, для красоты qo'yib qo'ydik. Mana M8 bo'lsa, M8 ni bittasi bo'shab qopti. Shunda yana bir sizlarga kontent olib berayim, nima deysizlar? Ata menga mana shu mashina yomon yoqdi, lekin imini mashina o'zi yoqdi, lekin ishini tushunmay qoldim. Sizlarga ham keraklicha qilib tushuntirib bera olmadim deb o'ylayman. Nima deysizlar? M8 da bir kontent olaylikmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar fikringlarni.